boydan beri mana shu bolani kuzatib turibman. 10 mingni olib 15 ming sotasizmi? Ha. 50 mingga berasizmi? Berasizmi? Rozimisiz? Men rozi emas. 50 mingga sotasizmi? Mayli. Ha? Ha. Ukangiz qayerdalar? Uyda. Nimaga uyda? O'qiydi u. Ukangizni yaxshi ko'rasizmi? Ha. Ha? Ha. Nega ishlatmaysiz? Ishlatmayman. Men o'zim o'qimaganman-da, ukam o'qishini xohlayman. Men hech qayerda o'qimaganman. O'zi ikkita donamiz. Ota-onam. Jigaringizni bu kimga almasharmidingiz? Yo'q. Mashinagachi? Yo'q. Uygachi? Yo'q, almash. 100 million pulgachi? Yo'q. Jigarim ko'p. Ota-onamdan qolgan yodgorim ko'p. Ko'chada yotib yursam ham almashmayman jigarim aka. Bu kitobga 50 ming so'm tashlab beraman. Sizga beraman. Siz jigarga bo'lgan muhabbatingiz uchun yana 500 ming qo'shib beraman. Bo'ladimi? Ha? Faqat bitta narsani hech qachon unutmang. Jigaringizdan voz kechmang. Kim tashab qo'ysam, siz jigaringizni tashab qo'ying. Men bilasizmi nima videomni? Hozirda Sile rahim o'zgan akasidan, ukasidan voz kechib ketayotgan juda ham ko'p odamlarni ko'ryapmiz. Haqiqatan juda ham ko'p unaqa odamlar. Ularga nima degan bo'lamiz? Mehr oqibatli o'zining jigari topilmaydi. Ayniqsa meni ota-onam o'tib ketgan jigarimni qasam topolmayman. Lekin nima tug'ib beradigan, nima qiladigan onam yo'q-da. Otam ham o'tib ketganlar. Bitta dona ukam bor o'zi. Jigar topilmaydi. Jigar topolmaydi. Mol-mulk topasiz, lekin jigar topolmaysiz. Opa-singil aka-ukani topolmaysiz. Xafa bo'lgan bo'lsangiz, arazlashib qolgan bo'lsangiz, videoni yuboring-da. Jigar meni kechir, aka-uka meni kechir. Biroq uzr so'rab qo'ying aka. Men 500 ming pul. Har doim masaq mehribon bo'l. Hech qachon jigaringizni tashlab qo'ymang. Bu pulni nima qilasiz endi? Uyga yeyishga narsa olib boraman, nima beraman, kvartira beraman. Osh yeyman deganda osh qilib beraman ukamga. Osh yaxshi ko'radilar. Ha? Bizga nima bo'lib qo'ysa? Obuna bo'lamiz. Mendan qaytmasa iloyim, Allohdan qaytsa iloyim. O'tgan ota-onalarning joylari jannatda iloyim yaxshi joylarda ato qilsin. Ular yaxshi o'g'il qizlar bersin. Sizga Alloh bersin akajon. Amin. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Akasini xafa qilib qo'ygan, ukasini xafa qilib qo'ygan insonlar qarang. Men ko'chada qolsam ham, ko'chada yotsam ham ukamni almashmayman deb. Tasavvur qilasizmi bu qanchalik silay rahim. Bir-biringizga shunaqa muhabbatli bo'linglar. Akajon, ukajonim seni yaxshi ko'raman deng. Shu videoga bitta like bosib qo'ying. Inshaalloh qaysidir yaqiningiz sizni ko'rib, u ham ilhomlanadi.